Assalomu alaykum. Diqqat, tezkor xabar. Hamma bu videoni oxirigacha ko'rishi zarur, chunki oylik maoshlar ko'tarilishi mumkin. Va undan tashqari, ya'ni nafaqa puli, ya'ni pensiya puli ham 2 barobarga oshishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Обязательно bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni hammaga tarqatib yuboramiz aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni 1-noyabrdan pensiyalar ko'tariladi va oyliklar, maoshlar ko'tariladi. Oylik maoshlar qachon ko'tariladi? Uni endi har xil ish bor, shunga qarab endi ko'tarilishi mumkin. Internetda shunaqa aytishyapti, ya'ni oylik maoshlar ancha ko'tarilib qoladi deb. Menimcha u fikrga qo'shilmagan bo'lardim, yana bilmadim. Kommentariyaga kirib yozib ketamiz. Negativ yozmaymiz aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni 1-noyabrda oylik maoshlar ko'tariladi va undan tashqari pensiya, nafaqa pullari ko'tariladi, dollar kursi ko'tariladi. Keyin yana boshqa yangiliklar bor. Shu maoshlar, narxlar arzonlaydi deyishyapti. Unisini bilmadim. Обязательно bitta like bosib qo'yinglar.